Qadrli vatandoshlar, milliy terma jamoamizning jahon chempionatidagi ishtiroki to'g'risida turli fikrlar bildirish va men internetda ham ko'rib turibman, har xil gaplar meni albatta bezovta qilyapti. Shuning uchun bugun o'z fikrlarimni aytmoqchiman. Bir narsani bilinglar, vatanimiz sharafini himoya qilgan terma jamoamiz a'zolariga ortiqcha his-tuyg'u bilan e'tiroz bildirish, ulardan ayb qidirish xalqimizga xos emas desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Nimaga sizlarni oldlaringga aytyapman, bu sizlarni komandalaring, sizlar jang qildilaring. Shuning uchun yoshlar bularni ham tarafini olishlari kerak. Shuning uchun hamma har xil gapirishiga bizga yarashmaydi bu. Bizga munosib bo'lmaydi. Shuning uchun aksincha o'tiringlar. Bugun ularni qo'llab-quvvatlash, ruhini ko'tarish har qachongidan ham muhim. Bugun men topshiriq berdim. Hammamiz juda katta tantana bilan ularni albatta kutib olamiz.